Assalomu alaykum. Doktor Ankomu. Keling. Sağ ol. Doktor yaxshimi? Sachang ishlab turibsizmi? Ahvolingiz yaxshimi? Rahmat Allohga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Marhamat, o'tiring. Keling, bosh xizmat. Bu yillarimda ba'zi toshmachalarim bor, kichkina kundan kunga ko'payyapti, ham kattalashib mani bezovta qilyapti. Tanishlarim doim ko'rsa, nima bu deb bezovta qilishyapti. Shuni davosi bormi? Sizdagi bu toshmalar papilloma deb nomlanadi. Bu odam papilloma virusi tomonidan qo'zg'atiladigan kasallik hisoblanadi. Buni uy sharoitida o'zboshimchalik bilan kesib olib tashlash, yulib tashlash yoki bo'lmasam ip bilan qisib olib tashlash mutlaqo mumkin emas. Buni rivojlanishiga, ya'ni onkogen xavfini oshirib yuborishiga sabab bo'ladi. Papilloma virus tomonidan qo'zg'atiladigan bu papillomalar nafaqat kosmetik nuqson bo'libgina qolmay, bular yuqori onkogen xavfga ega bo'lgan toshmalar bo'lib hisoblanadi. Agar sizda papilloma va shunga o'xshash muammolar bo'ladigan bo'lsa, o'zboshimchalik bilan turli muolaja qilmasdan mutaxassisga murojaat qilishingizni tavsiya qilamiz. Sizda yoki yaqinlaringizda shu yoki shunga o'xshash muammolar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Biz sizga javob berishga harakat qilamiz.